bo'y o'sishda asosiy kerak bo'lgan 3 ta mahsulot. Birinchisi sut mahsulotlari. Vitamin D va oqsilga boy bo'lgan moddalar va bo'y o'sishi va mustahkamlashini ta'minlaydigan moddalar boyligi bilan ajralib turadi. Ikkinchisi tuxum oqsili, ya'ni bunda vitamin va bo'y o'sishiga kerak bo'lgan aminokislotalar ko'pligi sababli juda katta foydasi bor. Uchinchisi yog'li baliqlar, ya'ni lososlar. Bunda vitamin E va boshqa aminokislotalar borligi hisobiga bu bo'y o'sish jarayonida kerakli bo'lgan vitamin va qo'shimcha oziqa moddalari hisoblanadi. Lekin bo'y o'sishni asosiy qismi baribir genetikaga borib taqaladi. Agar sizni dadangizda yo tog'angizni bo'yi uzun bo'lsa, albatta sizni bo'yingiz ham uzun va ko'rkam bo'ladi. Agarda siz 16-18 yoshli o'smir yoshda bo'lsangiz, lekin bo'yingiz 1.60, 1.65 kaltaroq bo'ladigan bo'lsa, siz albatta travmatolog ortopedga murojaat qiling. Biz qo'ldan kelgancha sizga yordam beramiz.